bo'lyapti. Mana hozir administratorning kodi o'zi yulduzcha reshotka. Adminni tergin deyapti. 1dan 6 gacha bo'ladi. Standart. Reshotka. Admin qo'shish, user qo'shish, sistemaga kirish. Yana qanday? Endi hozir siz birinchi admin qo'shasiz. 1. Hop. Admin qo'sh, admin arish, internetga qilish. Hozir hech narsa ishlamaydi, faqat admin qo'shmagunizcha. Birra bosasiz. Admin qo'shasiz misol. Deylik 6 ta xonali bo'lish kerak-da. 14, 25, 36 qoldi misol. 14 yana bir marta terdot. 1 2 3 4 5 6 yo'q bo'lib ketdi-da. 14, 25, 36 bo'lib qoldi. Olasiz yana admin qo'shishingiz mumkin, barmoqni qo'shing olasiz. Yoki karta qo'shing admin qilib. Farqi yo'q. Mana shu yerda o'zida qilasiz. Qo'ylab turadi qo'shish uchun. Endi qo'shmaysiz, nazar qilasiz orqaga chiqib. Maksimalni 10 ta qo'sha olasiz admin. Undan katta qo'shamiz. Mana hozir yana nazar qilib chiqsangiz bo'ldi, mana chiqib ketdi, 0 bo'ldi. Ha. Endi mana yulduzcha reshotka. Endi boyi 1 2 3 4 5 6 yo'q. Fail deydi. Menyu kirdi. Endi bu admin qo'shganimizdan keyin endi user qo'shishimiz kerak. Odamlarni qo'shishimiz kerak. 100 ta pechatga, 100 ta kod, 100 ta jeton oladi. 2 1. Qo'shish, ayirish. Qo'shamiz. Sonra barmoqni qo'shasiz-da. 5 marta qo'yadi. Qo'shdi. Mabodo agar yana nimadir qo'shaman desangiz, boshqa barmoq bo'lsa, boshqa barmoqni qo'shasiz. Bo'lmasa, mana masalan karta qo'shish. Buni ham xuddi shunaqa. Bitta menyuga kirdingizmi, shu menyuda qotib qoladi. Karta qo'shdi. Bu kartani ham qo'shaman desang. 2 qo'shdi mana. Yoki kod qo'shaman deyapsiz misol. Unda ham 6 ta xonali bo'lishi kerak, minimalni misol 55, misol 555, 666 qo'yishdik misol. Kod kirish uchun. Yana bitta qaytaramiz. Qo'shdi. Karta qo'shdi, barmoqni qo'shdi, boyga 3 ta 5, 3 ta 6 ni qo'shdi. Bo'ldi, qo'shmaymiz. Nazar. Chiqib ketdingiz. Bo'ldi, masalan bu barmoq yo'q. Men barmoq bor. Ochdi. Kartalar ham bor. Lopdi. Bir boyaga bormi? 55 66. Bundan boshqa yana parol qo'shsa ham bo'ladi. Bu farqi yo'q, parol. Eton 100 ta kod, 100 ta отпечатка, 100 ta hamma narsa. Endi boyaga internetga ulash uchun. Hop, shuni tushundim. Internet telefonimni aytdim. Telefonni internetdan shu uradimi? Yo'q. Anaqa qilishingiz kerak. Просто buni ichiga menyu kirasiz. Birinchi 14 25 36 admin kod qildi. Bunda точка доступа yoqishingiz kerak. 1 3 hotspot qilasiz. 1 qilasiz. Keyin bunga kirasiz. Tuyaga. Plus bosasiz. Добавить устройство. Bluetooth yoqing deydi. Telefoningiz Bluetooth yoqib bo'lishi kerak. Topadi. Bitta ustiga urasiz. Mana Wi-Fi parol. Dalya qilasiz. Uni Hop bitta reset bilan boshqa taraf qilasiz. Mana shu videoga qarabsiz. Bunda nima qiladi? Faqat mana stories habitalar bor. Kim ochdi, qachon ochdi, shularni chiqadi. Keyin bundoq o'ngga bursangiz, randomli kod beradi. O'sha masalan uy egasi randomli kod aytadi masalan 02 ter deydi-da, ya'ni odamga kelgan odamga bir martalik kod. Yozib qo'ygan o'zi 5 minut turib beradi. Через 5 minut degan. Bir marta ochadi, bo'ldi, boshqa ocha olmaydi. Yoki 5 minut ichida termasa ham ochmaydi. 02 03 64 92 reshotka. Bitta ochadi. Bo'ldi, boshqa ochmaydi. Tushunarli. Mana bu yerda mana chiqib kim ochdi, nima ochdi, qachon ochdi chiqadi. Uni otlarni yozib qo'ysangiz bo'ladi. Masalan, отпечатка qo'ydimi, bu yerda отпечатка ham chiqib keladi. Ichida kirgan, ha? Shuni anaqa qilib qo'ysangiz, keyin otlarni yozib qo'ysangiz bo'ladi. Falonchi nechidan ham ochdi deb chiqadi.
Bunga bitta reset bera olamiz endi buni. Resetda ham anaqa mana bosgandan keyin o'zidan bersangiz yaxshi-da, udalить устройство. Просто отключить bor, uni bosmaysiz. Отключить, удалить все данные bo'ladi. Buni qilsangiz полный reset beradi. Bo'ldi. Keyin mana buni o'zidan ham reset beradigan joyi ham bor. Deb bitta mana ikkita knopkasi bor. Alohida bosasiz. Bitta buni bosasiz, keyin bitta buni bosasiz. Baravar bosmaydi, alohida bosasiz, reset beradi. Bosib tursangiz bunga reset beradi. Bu yoq tomonda. Tit qildi, bo'ldi, reset berdi mana yonib o'chadi. Keyin mana bu knopkani bossangiz bunga beradi. Birinchisi nima qurib ketyapsizmi? Birinchisi mana bunga beradi, mana tuyaga beradi. Mana tuyada-da bunda. Ikkinchisini bosib tursangiz bunga beradi. Mana yonib ko'rasizmi? 5 4 3 2 1 bo'pti mana. Bu kallaga berdi endi. Tushundim. Birinchi bunga, keyin bunga qilib turib reset bera boshladik. Bo'ldi.